Biz nihoyat mana yashil bir nimaga keldik. Bu bizga nima kerak? Nima qilishini bilmadim do'stlar. Agar sizlar bilsalaringiz, yozib qoldiring. Ana tarafga o'tib olishimiz kerak. Bu yerda ham nimadir berishar ekan. Boshqa bir foydalanmasa. Shamol. Qo'yin maqom endi nezaretli creeper. Qanday? Biz uni hozir pachag'al qilamiz. Olovdan foydalanamiz. Yonib ketdi bular. Endi muzdan foydalanamiz. Yerdan, shamoldan foydalanamiz. Men uchar ekanman asosiysi. Olov bilan kuydirish kerak. Muz bilan olmaydimi bu? Ana oldiga bir borib ko'raylik. Men qo'rqaman lekin. Yo'q.